Qarshi shahrida tungi poyga shousi ishtirokchilari jazoga tortildi. 13 oktyabr kuni tungi soat 1lar atrofida Qarshi shahrining markaziy ko'chalarida Gentra, Cobalt va mototsikllar ishtirokida noqonuniy poyga tashkil etilgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Holat yuzasidan o'tkazilgan surishtiruvlarda poygaga sabab bo'lgan mototsikl va egasi aniqlanib, transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. Aniqlanishicha, Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashovchi ayol haydovchilik guvohnomasi mototsikl boshqarib, ijtimoiy tarmoqda tanishgan shaxslari bilan Qarshi shahrida piyodalar va haydovchilarga xalaqit bergan holda xavfli poyga tashkil etgan. U ichki ishlar bo'limi xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talablariga ham bo'ysunmagan. Qarshi shahar sudi qaroriga ko'ra haydovchi ayolga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10, 183 va 193-moddalari asosida 3 sutka ma'muriy qamoq, bazaviy hisoblashning 25 barobar miqdorida jarima jazosi qo'llanildi. Shuningdek, yo'l bezoriligini sodir etgan boshqa shaxsga 1 yil muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etish, 5 sutka ma'muriy qamoq hamda 25 barobari miqdorida jarima jazosi belgilandi. Ichki ishlar organlari bunday poygalarni inson hayotiga xavf solishini eslatib, noqonuniy poygalarga qat'iy chora ko'rilishini ma'lum qildi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.